Biz odamlar bilasizmi, telefonga qanaqa e'tiborli. Keyin eshitdingmi, iPhone'ni yangisi chiqyapti ekan. Nimasi bor ekan? Kamerasi unaqa ekan. Buncha imkoniyati bor ekan. Nima qo'shibdi ekan? Hech qancha farqi yo'q ekan. Mana suhbatlarni eshitgan bola nima qiladi? iPhone o'ynaydi. Siz kundalik hayotingiz telefon gapi. Gapingiz, dardingiz hamma o'zi o'sha bo'lgandan keyin bolalar ham o'shini biz keyin ularga bolalarga taqiq qolgan paytimizda o'zimiz taqiqlamaganmiz-ku. Bolaga taqiqlaganimiz shu xuddi uni zulmdek tuyuladi u. Aniq-ku. Bir jiyanimiz Qur'on o'qiyotgan paytda aytgan. Dadam o'qimaydi. Ayam o'qimaydi. Nimaga men bitta o'qishim kerak ekan? U mana ko'ryapsizmi, kattalarda ko'rgan narsani takrorlagingiz keladi-da. Bolalar sigaretga qaydan o'tadi desa, kattalarni sigaret chekkanini ko'rib, sigaret cheksa katta inson bu hisoblanar ekan-da degan o'ydan boradi. Yo katta inson og'ir bosiq, haligindek odobli, axloqli bo'ladi degan tasavvurni tanisa, u odam axloqli bo'ladi, u sigaret chekmaydi. Bolaga dunyoni biz tanitamiz-da. Siz qanaqa tanitsangiz, shunaqa tanib, shunga intiladi.